alaykum aziz vatandoshlar. Mana navbatdagi ishimizni xudo xolasa Asaka shahar Niyozbotir tarafiga ketayotganda Kurgovoga yetmasdan chap qo'ldi mahallada xudo xolasa ishimizni yakunlab beryapmiz. Videomiz yoqsa bir dona like tugmachalarini bosib podpishka qilib tursanglar, xudo xolasa bu esa mana shapkani ko'rinishi, oldi shapkalarimiz ko'rib turibsizlar. Har bitta ratimizga tilla lola gulimizdan ilib, xudo xolasa shunaqa ko'rinishi o'ta skromniy qilib bo'lasha bo'lib bityapti. Bu xonadonimizni 04 kanalida qilib beryapmiz. Obunachilar, xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. Sizlar O'zbekistondan bo'lsanglarki, bemalol bizga murojaat qilsanglar, sizlarga ham navbatda ishinglarni xudo xolasa shunaqa ko'rinishda go'zal holda qilib beramiz. Hali robotxona ichki shapkalari bor. Issiq choyda damlab, sekin ko'rsanglar, hozir xudo xolasa ichkarilarni arzor qilib joylaymiz. Ko'rasizlar. Yo'qsa bir dona like'larni bosib, podpishka qilib turasizlar. Mana ichkarilarni ko'rsatamiz. Mana bu esa mana oldi tarafi arkali joyiga ham shunaqa fasonlarimizdan qilib, xudo xolasa go'zal holda qilib beryapmiz. Ko'rib turibsizlar obunachilar. Bitta pauza ushlaydi. Shunaqa ko'rinishda ishlarimizni qilib beryapmiz. Obunachilar, bu ishlarimizdan o'ta skromniy, o'ta go'zal holda bo'lib chiqyapti. Bu joyimiz yana 3,5 ga 2 metrlik uchun hovuz qilmasdan shunaqa ko'rinishda o'ta skromniy fasonda qilib beryapmiz obunachilar. Bu esa mana robotxonalarni kanizlariga ahamiyat beringlar. Obunachilar, mana mono kanizlarimiz mana Navodan qilib, tagiga mokri, tepasiga esa tilla rangamizdan qo'yib, go'zal holda qilib beryapmiz. Ishimiz yoqsa like'larni bosib, podpishka qilib turasizlar. Bo'lsa, mana bu tarafiga bir dona kosmosimizni qo'yib bo'ldik obunachilar. Endi esa hozir yana bitta kosmosimiz bor. Bu tepa tarafimizga kosmosimizni shu joyiga xudo xolasa hozir chiroyli qilib bugun xudo xolasa ishimizni yakunlayapmiz. Bu esa mana ichkari shapkalari ham bor. Bu ishimizni 04 kanalida 140 ming so'mda shunaqa ko'rinishda ishlarimizni qilib beryapmiz obunachilar. Ko'ringlar, mana byudjetimizga baho beringlar. O'ta go'zal bo'lib, ustalarimiz tarafdan o'ta go'zal holda bo'lib chiqyapti. Shunaqa ko'rinishda mana gruplarimizni mana o'rab, xudo xolasa ishimizni yakunlayapmiz, artyapmiz. Mana ko'rib turibsiz obunachilar. Xizmatlarimiz vodiy bo'ylab bemalol nomerlarimizni ekranda qoldirib ketamiz. Sizlar musofirda bo'lsanglar ham Telegram, WhatsApplarimiz ham bor. Bemalol Telegram, WhatsAppdan ham aloqaga chiqsanglar, sizlarga ham xonadoningizda shunaqa ko'rinishda go'zal holda qilib beramiz. Bu ishimizni tayinlab ko'rib turibsizlar, yangicha fasonda qilyapmiz. Bagatli chiqadi. Navo deb qo'yamiz. Navoli fasonda xudo xolasa shunaqa ishlarimizni yakunlab beryapmiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar obunachilar.